Assalamualaikum hörmətli qərindaşlar. Şərq Türkistan sürgündə hökuməti televiziyasının xəbərlər proqramısını görüşənlərni qızğın qarşı alırıq. Döndə təfsili məzmunlarını diqqətinizə sunumuz. TFI xəbər kanalının 12 fevraldakı xəbəriga qaraganda, Beijing qışlıq olimpik təntarbiya müsabiqəsi xalq bilan bolğan münasibəti ən nachar bolğan müsabiqə deb tarixqa yozuladi. Xitoy Beijing olimpik təntarbiya müsabiqəsində sətçilikini dunyoga ko'rsatib, qışlıq olimpik təntarbiya müsabiqəsi açılış murosimining sirtida Gollandiyalik bir televiziya muxbirini azarlash, Hindiston va Janubiy Koreya qatorliq raqiblarini texmo azoblash qatorliq qilmishlarni qildi. Janubiy Koreyalik bir muhofizkor guruhi Seuldagi Xitoy elchixonasining atrofida namoyish o'tkazib, Janubiy Koreyalik qisqa yo'l tez teyilish tanarkatchilariga qarata reper tanlashdagi talash tortishga qarshilik ko'rsatib, Xitoy bayrog'ini yirtdi va qaqqosh Xitoy reperidan kechirim so'rashni talab qildi. Namoyishchilar yana hukumatning Beijingning adolatsiz qilmishiga sukut qilishidan g'azablandi. Janubiy Koreya mo Xitoyning madaniy tajovuzchiligiga achchiqlandi. Ochilish murosimida bir o'yin qo'yg'ichi hanbok deb ataladigan Koreyaning an'anaviy kiyimini kiydi. Xitoyning Koreyaning kiyim-kechaklarini o'zining an'anaviy kiyim-kechaklari qilib ko'rsatmoqchi bo'lishi Koreyada Xitoyga qarshi turish kayfiyatini qo'zg'adi. Hank Yorek gazetimi qarshilik ko'rsatib, Xitoy bilan bo'lgan munosabatni yaxshilash kerakligini, ammo Xitoyning tarixni burmilab qalayimqonlashtirishiga yo'l qo'ymaydiganligini aytdi. Xitoyning Koreya madaniyatini egallashi burundan buyon saqlanib kelayotgan masala. Xitoy 2000-yillardan boshlab Koreyaning madaniyatini o'zining madaniyati qilib olishga boshlagan. U Koreyaning kimchi deb ataladigan tamoqini o'zining tamoqlarining tizimligiga tizib olgan. Undan boshqa Koreyaning nurg'unlagan tamoqlarini o'zining yemak-ichmak madaniyatiga oid yemeklar qatoriga kirgizish uchun harakat qilgan. Hindistonning tishiga tegish uchun o'tgan yili Galvan vodisida Hindiston askarlari bilan urushgan harbiy Xitoy Chihuahuani mash'alchi qilgan. Garchi Rossiya prezidenti Vladimir Putinni ochilish murosimiga taklif qilgan bo'lsa-mu, 4 fevral kuni Xalq cho'ng saroyida ko'rishmay, Davyutay davlat mehmonxonasida ko'rishib, xo'jayinning o'zi ekanligini ko'rsatgan. Yoki Putin Xalq cho'ng saroyida ko'rishishni rad qilgan. Putin Xi Jinpingga Moskvaning Hindiston bilan bo'lgan aloqasining Rossiyaning Xitoy bilan bo'lgan munosabatidan muhim ekanligini bildirib, Xitoyni hayron qoldirgan. Gollandiya televiziya stansiyasining muxbiri naq maydonning sirtidagilarni bevosita ko'rsatishdan to'xtatilgan. Jurnalist Sijoret Dandas biz hozir bu yerdan tepib chiqarilyapmiz degan. Musobaqaning ko'rilishimi oz bo'lgan. Xitoy Sharq Turkistonda bir tarafdan irqiy qirg'inchilik yurgizib, yana bir tarafdan muz teyilish mahiri Uyg'ur qizi Dilnigar Ilhamjanni mash'alchi qilib tanlagan. Ammo shanba kuni musobaqaga qatnashgandan keyin axborot vositalaridan o'zini qochirib, Xitoy tanarkatchilari bilan aralashma rayonidan teyilib yo'qolib ketgan. Xitoyga nisbatan qishloq olimpik tantarbiya musobaqasi Xitoy uchun xeyli ko'p yillardan buyon elib kelgan ziyonni kontrol qilishning vositasi edi. Ammo Xitoy faqat o'zining rayimsiz, shaxsiyatchi va chidamas obrazini muayyanlashtirdi. Al Jazeera xabar kanalining 11 fevraldagi xabariga qaraganda, Birlashgan Davlatlar Tashkilotining yangi doklati Xitoyning Sharq Turkistondagi keng ko'lamlik va sistemlik programmasi dafsanchiligini inchiklab bayon qilgan. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti komiteti juma kuni Xitoyning Sharq Turkistondagi Uyg'urlarni majburiy emgakka selish, imkonsiz bo'lgan ishlab chiqarish plani va uzun vaqt emgakka selishdan iborat ayrimchilik siyosati yurgizishni davomlashtirayotganligini aytib, Beijingni ishga o'rinlashtirishda xalqaroning o'lchamiga amal qilishga chaqirgan. Xalqaro emgak tashkilotining dokladida Xitoyning Beijing 1997-yili imzo qo'ygan 870 betlik xalqaro emgak o'lchami temasidagi mutaxassislar komitetining ahdnomi va tavsiyalarini yo'lga qo'yish to'g'risidagi bazasi, ish tanlashdagi haq-huquqlarni o'z ichiga olgan doklatining 1964-yildagi ishga o'rinlashtirish ahdnomasining turli moddalariga xiloflik qilganligi bayon qilingan. U Kongodan Afg'onistongacha bo'lgan har qaysi davlatlarning emgak ahdnomasini tasdiqlash va bolalar emgaki, fursat barobarligi, onalikni qo'g'dash, kasbiy tarbiyalash qatorliq sohalardagi xo'rlash tafsilotlarigacha taraqqiyot jarayonini ko'rsatadi. Bu komitet xalqaro ishchilar uyushmasining bayqashlarini hukumatlarga avatadi. Ularning inkosini tafsiliy bayon qiladi va uning ustiga o'zining bir yurish tavsiyalarini qo'shadi. Xalqaro ishchilar uyushmasi Xitoyning Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa turkiy millatlarga qarata yurgizayotgan majburiy emgakka selish, ro'yi va jismoniy jihatda qiynashdek turli irqiy qirg'inchilik usullarini tafsiliy bayon qildi. Xitoy Xalqaro emgak komitetining bayonotiga raddiya berib, til bilan tarbiyalash va ishga o'rinlashtirishning muhimligini
Məmləkət miqyasında ən tövən iş haqqı siyasəti yürgüzüyotqanlığını, Şərqi Türkistandakı hər bir işçinin iş haqqının $114, ya'ni 729 yuan ekanligini aytdi. Birləşmiş Dövlətlər Təşkilatı Komiteti Xitayning dövlət və rayon siyasətini qayta qarab chiqishini talab qildi. Shundaqla ishchilar uyushmasi irq, millat, din yoki siyosiy ko'z qarashni kamsitishga uchratmay, ishga urilish va kasbda barobar muomala qilishni ilgari surishda o'z rolini joriy qildira oladi, dedi. Amerikaning Birlashgan Davlatlar Tashkilotining Jenevadagi ish bajarish o'rni Xalqaro emgak tashkilotining Xitoyning atalmish Shinjongda xizmatchi qabul qilishda diniy va milliy kamsitishga chetishlik qilmishlari to'g'risidagi doklatidan keyin Xitoyni bu qilmishlarni to'xtatishga chaqirgan bayonot e'lon qildi. Bayonotda Xitoyning 1919-yili Xalqaro emgakchilar tashkilotiga qatnashgan qurg'uvchi davlatlarning biri ekanligi eskartilib, Amerika xalqarodagi sheriklari va ittifoqdoshlari bilan birlikda atalmish Shinjongdagi majburiy emgak qilish qatorliq qilmishlarni tugutish, irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyatga taqobil turish uchun qadamini tiziltishga tayyor deyildi. O'zini islomning chempioni deb chaqlaydigan Pokiston prezidenti Imron Xon yaqinda Xitoyning Sharqi Turkistondagi Uyg'ur va boshqa turkiy millatlarga yurgizayotgan irqiy qirg'inchilikni yana bir qatim muofizat qilgan. Hindiston vaqtining bugungi xabariga qaraganda, Pokistonning Beyjingda turishliq elchisi Mo'inul Haq Sharqi Turkistonga ziyoratga borganmish va Sharqi Turkistondagi vaziyatning g'arb axborot vositalarida tasvirlangandek emasligini aytganmish. Xitoyning iqtisodiy yordami va diplomatik qo'llashiga o'zini muhtoj his qiladigan bechora Pokiston rahbarlari davomliq mushundoq deydi. 2022-yili Beyjing qishliq olimpik tanharkat musobaqasining boshlanish marosimida Imron Xon Janubiy dengizdagi kommunist hokimiyatni shundoqla bir Xitoy prinsipini qo'lladi. Pokiston taraf Shi Jinping bilan Imron Xonning uchrashishidan keyin birlashma axborot e'lon qilib, Hong Kong, atalmish Shinjong, Tibet, Tayvan va Janubiy dengizdagi Xitoyning siyosatini qo'llaydiganligini bildirdi. Pak vijdonliq kishilarning tarixi bo'lmas qadoq. Sharaf insoniyat sha'niga yetmas qaradog'. Qalg'usi vijdonliq insondan jahonda yaxshi nom. Shuldir insoniy fazilat, o'zgisi shakli bog'. Mülki dövlət bolmag'ay insonga haqqani sifat. Asli inson sifat vicdan degan o'tkir yaroq. Bu yaroq qadrini bilur insoniyatlik zotlar. Qayda bilsin dili ko'r, aqli hushi oqsoq jo'loq. Dunyoga kelgan kishilar ikki turli kun ko'rur. Biri mahkum asorat, biri hur ozodi chog'. Şübhisiz devzeh misalidir şul asaretlik hayat, erkin azatlık hayat, cennet misali gülzarı bağ. Bu güzel bağ içre her insanı vicdan yetküzer, çünkü vicdan nur çeçip turgan büyük öçmez çıraq. Bəxş eter insanğı vicdan, seyyi himmet iştihat. İlim pen gülzarıdın türlü hoş obdan puraq. Her sübet xislet fazilet ölçünür vicdan bilen. Eng şereptir kim kılır vicdanlı merkezlik utaq. Bolğusi insanda türlü yol bilen türlü nişan. Kılğusi insan özini türlü yol bilen sınaq. Öz yolida çin haqiqatni nişan qilgan kishi o'ziga her yolda qo'ysin toza vijdoni so'roq. Haq bilan botilni vijdon ko'rsatib bergay aniq. Her kishi bayqab qadam bosqay yo'li bo'lmas to'soq. Marhum şehitimiz Abdulaziz Mahsumning she'rlaridan elindi. Hurmatli ko'rurmanlar, xabarlarimizdan ko'ngil olish uchun ko'p rahmat. Kelar qitimqi programmamiz ko'rishguncha Allohga omonat bo'lgaysizlar.